Qaysidir odam xoh begona, xoh tanishim bo'lsa, men e'tibor bermaydigan yoki menga pofik bo'lgan narsalar. Birinchisi ijtimoiy statusi. Menga qiziq bu odam boymi, kambag'almi, puli bormi, puli yo'qmi, men hammaga baribir bir xil muomala qilaman. Ikkinchisi bu odam e'tiqod qiladigan din yoki bo'lmasam ishonadigan narsalari. Uchinchisi ishlatayotgan lyuks narsalari. Rostakam yo'q, unga ham I don't care. Palyonli, ya'ni qalbakilashtirilgan Hermes yoki Chanel sumочкаlar farqi yo'q. Bir nima bo'lishi mumkin. Like, I don't care about that. Xohlasang ishlat, xohlasang ishlatma. Like, bu narsaga men voqea qaramayman. Chunki men yaqinda bildim, rostdan shunaqa odamlar bor ekan. "Voy, sen haqiqiysini ishlatmayapsan-u" deb anaqa dikkit qilar ekan. Yo'q. Odamni ko'rinishiga, semiz yoki ozg'in yoki yuzida ugriklari bor, yuzida toshmalari bor yoki yuzi top-toza odamlarga umuman bir xil muomala qilaman. Like, bu narsaga ham qaramayman. Mening fikrimcha, odamlarga bo'lgan munosabatimiz ularning tashqi faktorlari emas, balki ularning ichki hayoti va sizga bo'lgan munosabatiga qarab muomala qilish kerak deb o'ylayman. Men bilan gaplashayotgan odam juda ham chiroyli bo'lishi mumkin, juda ham boy bo'lishi mumkin, lekin agar menga yomon muomala qilsa, men unga вообще qaramayman ham, gapirmayman ham, chunki like nimaga qarashim kerak? Mendan chiroyliroq, mendan aqlliroq bo'lsa o'ziga-da, lekin menga qiladigan отношенияsi, menga qiladigan muomalasi yaxshi bo'lmasa, men u odam bilan gaplashmayman.